Assalomu alaykum. Anas Blogger kanalining ashaddiy obunachilari va bizni muntazam ravishda kuzatib boruvchi aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari mana shunday bo'g'oz bir xil ekaza desang, bular uchta ekan, uchazak ishqibozlari. Akalar, bugun hafta kuniga xudo xolisa payshanba, ertaga juma. Hammaga juma muborak bo'lsin deya biz videolarimizni Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'ondan olib boryapmiz. 3 dona bo'g'oz sovlig'imiz inshaalloh sotiladi. Naq bo'g'oz yurishlarini ko'rib turibsizlar. Arang yuribdi, bo'g'ozga yaqin holatda. 4 ishda na? Tishlari 4 tish. Buni oqib, boqib, dohosi qo'y qo'laman degan akalarimizga tavsiya qilamiz. Nomerni ayting. 88 lik 376 10 mashalloh. Vobshe qo'ydi. Haqiqatan o'ta go'zallar ya. Akalar, aloqa chiqarasizlar. Eng arzoni faqat Anas Blogger kanalida. Kanalni yo'qotmaslik uchun like ni tirs urib obuna bo'lib qo'yasizlar akalar.